Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi darsimiz texnologiya va uni o'qitish metodikasi. Bugungi mavzumiz texnologiya ta'lim va texnologik vositalar. Bugungi rejalarimiz bilan tanishamiz. Birinchi rejamiz texnologik jarayonlar, texnologik vositalar. Ikkinchisi inson va texnologiya. Uchinchi rejamiz texnologik jarayonlarda texnologik vositalarning qo'llanilishi. Texnologik jarayon bu tizim bir-biriga bog'liq harakat bo'lib, bajaruvchi tomonidan kerakli natijalar olinguncha bo'lgan jarayondir. Texnologik jarayon bu ishlab chiqaruvchining har bir qismi bo'lib, mehnat obyektining holatini o'zgartirish va yoki aniqlash uchun maqsadli harakatlarni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismi. Deyarli har qanday texnologik jarayonni murakkabliroq jarayonning bir qismi sifatida ko'rib chiqish mumkin va oddiy elementlar texnologik jarayonlar to'plami bo'lishi mumkin. Texnologik jarayonlarda ketma-ketlik, birinchisi buklash, ikkinchisi qirqish, uchinchisi birlashtirish, to'rtinchisi yelimlash, konstruksiyalash, bichish, tikish shulardan iborat. Keyingisi texnologik jarayon ishlab chiqariladigan mahsulotga ishlov berishning yagona jarayonini hosil qiluvchi texnologik operatsiyalarning yig'indisi. Texnologik operatsiya ishchi tomonidan o'zining ish joyida bajariladigan yakunga yetkazilgan harakat ko'rinishidagi jarayonning bir qismi. Texnologik xarita ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish texnologik operatsiyalarni ketma-ketligini bayon qiluvchi texnik hujjat. Texnologik rejim texnologiya operatsiyalarini amalga oshirishni belgilovchi tartib bo'lib, ma'lum bir jarayonni mahsulotni ishlab chiqarishda bajariladigan operatsiyaning vaqti shartini belgilaydi. Texnologik vositalardan namunalar bular mikrovolnovka, dazmol, soch quritadigan fen, keyin ish anjomlaridan foydalanish qoidalari. Qaychidan foydalanish qoidalari. Qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda saqlang. Ikkinchisi, qaychining uchini yuqoriga qaratib ushlamang. Uchinchisi, qaychini ushlab bo'lgandan keyin so'ng ochiq holatda qoldirmang. Qaychini yuritib turganingizda ishlatmang. Qaychini yopilgan holatda uchidan ushlab o'rtog'ingizga uzating. Qaychini ishlayotganda qirqish chizig'i yo'nalishi hamda materialni ishlab turgan chap qo'l barmoqlarini kuzatib turing. Yaroqsiz qaychini ishlatmang, uni o'qituvchingizga topshiring. Bigizdan foydalanish qoidalari. Bigiz bilan ishlaganingizda ustozingiz yoki ota-onangiz ko'magiga tayaning. Bigizni o'zingiz ishlatmang. Sirti silliq va sirpanchiq bo'lgan qattiq buyumlarni bigiz bilan teshmang. Teshiladigan buyumni qo'lingizda ushlamang. Uni stol taglik ustiga qo'yib teshing. Maxsus ish pichog'i bilan ishlash qoidalari. Birinchisi, maxsus pichoqdan o'qituvchingiz yordamida foydalaning. Ikkinchisi, maxsus pichoqni o'qituvchi ko'rsatganidek ishlating. Kesayotganda qattiq bosmang. Igna bilan ishlash qoidalari. Ignani ishlatib bo'lgach, maxsus yostiqchaga suyanib sanchib qo'ying. Ignani hech qachon og'zingizga solmang. Ortiqcha ignalarni maxsus igna idishga saqlab qo'ying. Qaychi bilan ishlash qoidalari. Hozir aytib o'tdik. Qaychining tig'li tomonini ochiq qoldirish mumkin emas. Qaychining tig'li tomonini yuqoriga qaratib, og'zi ochiq holatda ushlamaslik kerak. Qaychining tig'li tomonini yopgan holatda band tomoni bilan uzatish lozim. Qog'ozni qirqish vaqtida qaychini emas, qog'ozni aylantirib kesing. Qog'ozdan to'g'ri foydalaning. Yelim bilan ishlash qoidalari. Mo'yqalarni to'g'ri ushlang.
Mo'yqalam uchini yelimga botirib oling va yelimni detalning teskari tomonidan surting. Ish jarayonida tozalikka rioya qilgan holda kerakli vositalar, karton, qog'oz, maxsus polimer tagliklardan foydalaning. Detal bir tekis yopishishi uchun salfetkadan foydalaning. Yelim qopqog'ini ochiq qoldirmang. Ish tugagandan keyin mo'yqalamni yaxshilab yuvib, taglikda quriting. Nima chiqdi?